Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Shuhrat Mutallibning biologiyalik tadqiqotidan Xitoy bilan hamkorlashganligi g'ulg'ul qo'zg'adi. Amerikaning Chikago shahrida ikki cho'ng faoliyat o'tkazildi. Uyg'ur olimi Shuhrat Mutallib g'o'l hujayra sohasidagi bo'sish xarakterlik natijalar bilan Amerika va Yevropaning tabiiy fan sohasini zilzila keltirgan edi. Shuhrat Mutallib tabiat va g'o'l hujayra g'o'li degandek xalqarodagi eng cho'ng nopozliq tabiiy fan jurnallarida o'zining hujayra sohasiga mansub eng yangi tadqiqot natijalarini e'lon qilib kelgan edi. Ammo yaqindan buyon bir qism ijtimoiy taratqularda Shuhrat Mutallibning Xitoy olimlari bilan hamkorlashib, gen tadqiqoti bilan shug'ullanayotganligi haqida turli uchurlar o'tirg'i chiqishga boshladi. Facebook betlarida tarqalgan bu haqdagi ma'lumotlarda Shuhrat Mutallibning Xitoy hukumati ta'min etgan zo'r so'mlik tajriba xarajatini qabul qilganligi, shuningdek Xitoy hukumati qurib bergan tajribaxonada Xitoy olimlari bilan birlikda gen tajribasi qilinayotganligi aytildi. Muajiratdagi Uyg'ur jamoatini hamidan bak cho'chitgani Xitoy hukumatining haqsiz salomatlik tekshirish nomida necha million Uyg'urning to'liq gen avrishkisini to'plab bo'lganligi hammaga ma'lum bo'lgan ahvolda Uyg'ur xalqi faxrlanib yurgan bir Uyg'ur olimning vositalik holda Xitoy hukumatining alqandaq mudahalari uchun xizmat qilishi bo'ldi. Amerikaning eng dongli maktablaridan bo'lgan Massachusetts Texnologiya institutining professori, xalqaro to'ralma g'o'l hujayra sohasidagi eng nopozliq olimlarning biri bo'lgan Maysam bu haqda anglaganlarini bayon qilib, "Men Shuhrat Mutallibning mushundaq ishlarni qilayotganligini anglagan. Bu ishlar 2015 va 2016-yili boshlangan. Shu vaqtda Xitoy hukumatining uningga maxsus bir tajribaxona ochib berganligi, xususiy institut nomida atalganligini anglagan edim. Ammo Xitoyda rostilla hukumatning boshqarishida bo'lmaydigan mushu xildagi xususiy tadqiqot o'rinlarining bor yo'qligini so'rasangiz, men buningga bir narsa deya olmayman. Xitoyda Xitoy kompartiyasining qo'li tegmaydigan biror shayning borligidan bakmi gumondaman. Demak, bunday ahvolda Xitoyda tadqiqot bilan shug'ullanadigan odam jazmanki o'z tadqiqotini Xitoy hukumati uchun qildi. Yana kelib Xitoy hukumatining kontrolida bo'lmaydigan hech narsa bo'lmaydi. Shuhrat Mutallib ana shunday muhitda ishlayotdi degan. Shuhrat Mutallib yozma bayonot orqali "Men bir Uyg'ur avlodi bo'lish suftim bilan Uyg'urlarning osonlik millat suftida ziyonkashlikka uchrayotganligi haqidagi xabarlardan to'limi andikmakdiman. Men xalqarodagi rahbarlarni Uyg'urlarning haqlari va erkinligini qo'g'dash ko'rishini davom ettirishga da'vat qilaman. Mening bir olimlik salohiyatda tadqiqot bilan mashg'ul bo'lishim insoniyatning umumiy hayotlik suftini yaxshilashni nishon qiladi. Hozirgi zaman fan tadqiqoti o'xshamagan orqa ko'rinish va davlat tavallikidagi ko'plagan olimlarning hamkorligini talab qiladi. Shunga men ko'plagan davlatlardagi tadqiqotchilar bilan, jumladan Xitoydagi olimlar bilan hamkorlashib xizmat qilaman degan. Amerikadagi cho'ng musulmonlar tashkilotining biri bo'lgan Sondivison shirkati 12 va 13 aprel kunlari Amerikaning o'rta rayonida joylashgan Chikago shahrida ikki cho'ng faoliyat o'tkazildi. Bu faoliyatlarni tashkilotning raisi va Berma harakat qo'shini tashkilotining raisi doktor Abdulmalik Mujohid o'rinlashtirdi. Abdulmalik faoliyatga mikrogul tursini isbot berishga, shundaqla zarur bo'lganda Uyg'urlarning beshiga kelgan fojialar haqida ma'lumot berishga taklif qildi. Birinchi faoliyat leksiya so'zlash va isbot berish faoliyati bo'lib, u Chikagodagi eng cho'ng masjidda o'tkazildi. İkinci gündeki faaliyet iyani toplash ziyofati bo'lib, uningga kelganlarning ko'pinchisi Chikagodagi musulmonlar bo'ldi. Chikago Amerikadagi musulmonlar eng ko'p to'plashgan shaharlarning biri bo'lib, u ham sobiq Amerika prezidenti Obamaning yurti bo'ladi. Kishini xushal qiladigan ish bu faoliyatda jami $145,000 iyani qilindi. Amerika Kaliforniya shtati Los Angeles oblastida jami 38 shahar bor bo'lib, Santa Clarita jilg'isi ashi 38 shaharning birisi. Atrofdagi boshqa 4 shahar qo'shilib Kaliforniyaning 25-rayon deb atildi. 14 aprel shahar atrofidagi 3-4 masjidning imomlari birlashib Santa Clarita shahrida saylangan amaldorlar bilan ko'rish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatga Keydi Xilil xonim qatnashdi. Olimimiz Erkin Sidiq apandi va boshqa yig'in qatnashgan Uyg'urlar Xilil xonim bilan ko'rishib, Uyg'urlarning kelgusi uchun ba'zi planlarni tuzib chiqdi. Növbətdə bir qism ciddi xalqaro xabarlarni so'zlashga xizmatdoshim Muhammad Azizni taklif qilaman. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Amerika jasus gumoni bilan Xitoy tadqiqotchilariga viza cheklamiz qo'yishni kuchaytirdi. Xitoy doiralari odam yuzini farq etish texnikasini ishlatish doirasini kengaytmoqda. Tövəndə ixtiyanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun.
Erkin Asiya radiosi xabarida Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Xitoyning Amerikadagi josuslik harakatlariga qarshi tadbirlarini jiddiylashtirib, Xitoy istixborotiga bog'lanishliq deb gumon qilgan Xitoy tadqiqotchilariga qarata viza cheklamasini kuchaytgan. New York vaqt gazetining oshkorlashicha, Federatsiya tekshirish idorasi 2018 yil 30-dagi Xitoy ijtimoiy fan professori, ilmiy tadqiqot institutining mas'ullari va mutaxassislarining Amerika vizasini bekor qilgan yoki to'nglatgan. Vizasi bekor qilingan bu shaxslarning ichida Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi Amerika tadqiqot institutining direktori Wu Beiyi, Beijing Chongyang Maliya tadqiqot institutining boshlig'i Wang Wen, Nanjing Universiteti Janubiy dengiz institutining boshlig'i Zhou Feng qatorliq shaxslar bor ekan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi bu kishilarning Xitoy harbiy tarmoqlari, Tashqi ishlar ministrligi yoki Xitoy bexatarlik organlari bilan aloqasi bor degan sabab bilan ularning vizasini atkaz qilgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Ri o'tgan yil 2-oyda Amerika Davlat Majlisida guvohlik berib, Xitoyning Amerikadagi tadqiqotchi va o'quvchilarini josuslikqa selayotganligini, uning butkul Amerika jamiyati uchun tahdidga aylanganligi, buningga butun jamiyatning birdek inkos qaytarish kerak ekanligini ta'kidlagan edi. New York vaqt gazetining ilgari surishicha, Amerika yaqinqi 40 yil mobaynida Xitoy tadqiqotchilariga Amerika qimmat o'lchimini qabul qiladi degan umid bilan ishkini keng ochib o'tgan bo'lsa-mu, lekin hozir bu ikki davlat strategik raqiblarga aylangan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bir amaldori New York vaqt gazetiga bergan yozma bayonida Amerika qonun tarmoqlari Xitoy istixborot organlarining ziyoratchi Xitoy ilmiy xodimlarini ko'plab ishga solib, Amerika fuqarolarining istixborot uchurini yig'moqda deb qaraydiganligini bildirgan. Washington New York vaqt gazeti 14 aprel xabarida Xitoy Sharq Turkiston rayonlarida keng ko'lamli qo'llanib kelgan odam yuzini farq etish yuqori texnikasini Xitoy o'lkalarida qo'llanishga boshlagan. Maqsadi bo'lsa Xitoy xatarlik deb qaralgan sezgur kishilarni har vaqt, har joyda nazorat qilib kontrol qilish ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, bu bo'lsa sun'iy aqliy iqtidor bilan odam yuzini farq etish texnikasi orqali irqiy farq etish tunji ma'lum bo'lgan delo misoli ekan. Hozir bu xil farq etish texnikasi Xitoyning 16 o'lkasidagi 24 soqchixonasida 2018-yildan boshlab qo'llangan bo'lib, bir oy ichida 500 ming qatim tekshirib, mazkur rayonlarda Uyg'ur bor yo'qligini, Uyg'ur bilan boshqa millat o'rtasidagi alohidlikni farqlantiradigan aqliy iqtidorlik suratga olish sistemasi o'rnashtirilgan ekan. Yonsong fan texnik shirkati ishlab chiqargan odam yuzini farq etish uskunalari sezgur kishilarni farqlantirib ayirib beradigan alohidalikka ega ekan. Shundaqla bir Uyg'ur o'zi davomli yashaydigan muqim Turalg'i rayonida 20 kun ichida 6 notanish kishi paydo bo'lsa, o'rnatilgan sistema o'zligidan soqchilarga signal beradi ekan. 2018-yili Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi necha milliard Amerika dollari sarf qilib, osmonda tor qurilishi va ro'shan qurilishi deb atalgan ikki cho'ng elektronlik nazorat qilish sistemasini qurgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.